Videomizni 1 yil mobaynida yilgan sifatli begona izlab yurgan Gulchi Parnikchi dehqon fermer aka-ukalarimizni jo'natib qo'yamiz. Qiyin bo'lganligi sababli havomiz bulut. Oldingi videolarimizda ushbu beraktardagi begonlarimizni hamda Kaliforniya qizil yomg'ir cho'chqinlarimizni ajratib olish videolarini to'liq oldingi videolarimizda qo'yganmiz. Assalomu alaykum, Qatarchi Begomuz guruhi a'zolari, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, Begomuz biznesga qiziqib yurgan tadbirkor aka-ukalarimiz. Bugun sanamiz 3-mart. Bizda ish jarayonlarimiz har doimgidek qizg'in. Bizda hozirda begomlarimizni ilab olish, beraktlarimizni Kaliforniya qizil yomg'ir cho'chqini ajratib olish hamda zakotovka nurlarini uyish ishlari ketyapti. Videomizni oxirigacha kuzatib, like bosib qo'llab-quvvatlab turing. Oldingi videolarimizda ushbu beraktardagi begomlarimizni hamda Kaliforniya qizil yomg'ir cho'chqinlarimizni ajratib olish videolarini to'liq oldingi videolarimizda qo'yganmiz. O'tib bemalol ko'rib olishlaringiz mumkin. Ushbu beraktardagi begomlarimizni ayvonimizga qo'yib chiqqanmiz. Sergish ozroq qiyin bo'lganligi sababli havomiz bulut. Yomg'irli kunlarimiz boshlandi. Sergish ozroq qiyin bo'lganligi uchun begomlarimizni ilashni ozroq to'xtatib turibmiz. Oldidagi beraktardagi begomlarimizni ajratib olganmiz. Yomg'irli kunlarimiz bo'lganligi sababli ustiga klanka qoplab qo'yganmiz. Begomlarimiz namlik miqdori oshib ketmasligi uchun mabodo bitta yarimta cho'chang qolib ketgan bo'lishi mumkin. Ushbu cho'changlarimizni 100% ajratib olishimiz uchun bugun ushbu yon taraflariga oziqa nurlarini solib chiqdik. Ushbu beraktardagi cho'changlarimizni mana bu yerga ajratib olganmiz. Cho'changlarimiz zichligi a'lo darajada. Kimlarga ana shunday Kaliforniya qizil yomg'ir cho'changlari yoki sifatli begomlar kerak bo'lsa bemalol pastdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Bizda begomlarimiz sifatiga ham, cho'changlarimiz zichligiga ham 100% javob beramiz. Begomlarimiz 1 yillik sifatli a'lo begomlar. Ushbu oldagi beraktarimizdan o'zi tayyor bo'lib qolgan. Buni ham cho'changlarning zichliklari a'lo darajada. Kelgan odamga mana shu beraktardan cho'changlarni bemalol kelib xarid qilib olib ketishingiz mumkin. Cho'changlarimiz o'zi qo'shilib ko'payishni boshlagan. Sizlarga hozirda begomlarimizni sifatini ko'rsatib o'taman. Videomizga like bosib turing. Fikr mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring do'stlar. Videomizni 1 yil mobaynida yilgan sifatli begom izlab yurgan Gulchi Parnikchi dehqon fermer aka-ukalarimizga jo'natib qo'yamiz. Bizda 1 yil mobaynida yilgan sifatli begomlarimiz sifatiga video davomida ko'rib o'z baho berishlaringiz mumkin. Mana shunday qop-qora sifatli begomlarimizni bizdan xarid qilib olib ketishlaringiz mumkin. Manzilimiz Navoiy viloyati Xatirchi tumanida. Telefon raqamlarimiz 95 kodi bilan 224 73 78 hamda 95 kodi bilan 585 19 39 telefon raqamlariga murojaat qilishlaringiz mumkin. Begomlarimiz hamda Kaliforniya qizil yomg'ir cho'chqinlarimiz sotuvda bor do'stlar. Mana shunday sifatli begomni tayyorlash uchun biz cho'chqinlarimizning asosiy ozuqasi bo'lgan go'ng mahsulotini tog'da uyib, qizdirib, so'ng Kaliforniya qizil yomg'ir cho'chqinlariga beramiz. Mana shunday tadbirkorchilik qilmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz bo'lsa, kelib turib bizdan bemalol Kaliforniya qizil yomg'ir cho'chqinlarini xarid qilishlaringiz mumkin. 1 yilda 200 milliondan 400 milliongacha qo'shimcha daromad qilmoqchi bo'lgan tadbirkor dehqon aka-ukalarimizga Kaliforniya qizil yomg'ir cho'chqinlari biznesini taklif qilamiz. Mana shunday zichlikdagi cho'chqin izlab yurgan tadbirkor aka-ukalarimiz bo'lsa, kelib turib bemalol bizdan xarid qilib ketishlaringiz mumkin. Cho'chqinlarimiz zichliklari a'lo darajada. Videomizni ko'rib o'z baho berishlaringiz mumkin. Videomizni mana shunday zichlikdagi cho'chqin izlab yurgan aka-ukalarimizni jo'natib qo'yamiz. Kelib turib bizdan bemalol begomlarimizni hamda Kaliforniya qizil yomg'ir cho'chqinlarimizni xarid qilib olib ketishlaringiz mumkin do'stlar.